Rasmda bitta davlatni nomi yashiringan. Qaysi davlat deb o'ylaysiz? Bilmadim. Qarang, bitta hisoblab ko'raylik. Bilmadim bilan qutulmang, nima qilasiz? Yilingizni ayting. 99. 99 lar birdan topardi-yu. 99 lar jo'natib qo'yiladi. Qarang, mana bu suratda bitta davlatni nomi yashiringanda. Ya'ni ya qo'shimchasi bor oxirida. Faqat ikki kishini topishimiz kerak. Hozir ikkita rasm turibdi bu yerda. Aytaman lekin hozir. Ayting, aytmasangiz bo'lmaydi aka. Bu Ali bu. Italiya bo'ladi aka. Mana ya qo'shimcha. Rahmat aka. Mana bu nima qayerda turadi mana bu narsa? Studiyada bu. Topolmadilar. Sud bo'ladi, an bo'ladi, Sudan. Mana bu oila, to'g'rimi? Mana bu sirlikka ko'rsatib qo'yibdi, qaysi so'zni qo'shishimiz kerakligini. Bilmadim. Yordam beraman. Mana oila, to'g'rimi? Oilada er bo'ladi, xotin bo'ladi. Eron. Voy! Men yordam berib o'raman sizga. Bu juda ham kichkina. Zararli inson uchun. Zararli? Mana shu. Birinchi qo'ng'iz topaylik nimaligini. Keyin davom etamiz. Xo'p? Kanada. Voy! Nima ekan bu qo'ng'iz? Kana. Bu ikkita kartingada bitta davlatning ismi yashiringan. Qanaqa davlat? O'zbekiston. Oiladagi erkak kishi kim bo'ladi? Er. Bu kim edi bu endi? Bu kim bu? Qochgan xo'jayinimi bu? Mi? Er. Endi bu ustunlikka qaraymiz. Bo'ldi? Ikkalasini. Qo'shsa nima bo'ladi? Eron. Rahmat kattakon.